Rossiyada kipriga ketgan master 3 soatda nech pul topa oladi? O'zimni 3 soatimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Bugun menda birinchi klient Anna 14:00 ga yozilganda o'zini vaqtida keldi. Ob'yom 1,5 qildik. 15:30 da ishimni tugatdim, ya'ni 1,5 soatda. Rublga 2400 rubl, 200 rubl chevi ham tashab ketdi. O'zbek puliga shuncha bo'ladi. Ekranda yozib ko'rsatib ketyapman. Shu joyda aytib o'tib ketaman. Meni ish stajim, ya'ni opit rabotam 2 yildan o'tib qoldi. Adashmasam Moskvani o'zida o'rganganman. Shuning uchun ham hozir menda skors bo'yicha yoki klientlar bilan hech qanaqangi problema yo'q. Kelishadi, ketishadi, pretenziya yo'q, qarochi. Chiki-puki ishlar. Navbatdagi ikkinchi klientim Vlada. Bu ham 16:00 ga yozilgan, даже 3 minut oldin keldi o'zini vaqtida. Bunga ham 1,5 ob'yom qildik, koreshneviy resnitsa. Buni narxi ham 2400 rubl bo'ldi, lekin bu qiz doim menga 500 rubl chevi tashab ketadi. Alloh rozi bo'lsin. O'zbek so'miga shuncha bo'ladi. Aytgancha Vladani resnitsalarini, ya'ni snyatisi ham bor edi. O'tgan oyda qildirgan resnitsalardan qolganlarini ham olib tashab, yangilarini qo'ydik. Menda bugun 2 dona klient. Umumiy hisobda ko'rdinglar, 2 soat u 40-45 minut, 2 soat 45 minut menimcha vaqtim ketdi ikkovlarga. Voy, jaydari kelin qo'ysangchi, hamma klientlar ham chevi puli tashamaydi-yu deb o'ylaydiganlar uchun. Da, hamma klientlarim ham tashab ketishmaydi, lekin aynan mana shu ikkita klientim bugun menga shunaqa xayriya qilib ketishdi. Xullas, bugungi 3 soatlik umumiy ish haqqim 5500 rubl bo'ldi. Nima deb o'ylaysizlar? Arziydimi? Конечно, arziydi. O'shaning uchun siz ham Rossiyada bo'ladigan bo'lsangiz, narashvini nokti, ya'ni tirnoq shlak-plak deyishadimi? Shuni o'rganinglar yoki kipriga ekish, ya'ni narashvini resnitsani o'rganishinglarni tavsiya qilaman. Men ham bir vaqtlar kelib 12 soatlab, 14 soatlab ubоркалada ishlardim. Ko'rib ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar videoni.